UZB bolalar YouTube kanalimiz o'chirilib ketdi, bolalar o'chib ketdi. Bir yil keyin video qo'yolmadim, shundan keyin yangi YouTube kanalni qurdik bolalar, yangi endi videolar chiqarishga harakat qilaman. Короче, birinchi videomiz bolalar T-Launcher'ga kirishimiz. T-Launcher'ga mod o'rnatishni o'rganamiz bolalar. Короче, biz Google'ga kirib olamiz. Bizga Google kerak. Ana Google kiramiz. Google Chrome kiramiz. Короче, quriduvga Minecraft. Haz o'zinglarni keyin versiyalaringizni yozasizlar. 1.0 Table'lar bolalar. Dochga qo'yamiz. Ana shunday mod deb yozamiz. Mod deb yozamiz. Birinchisi chiqqan. Minecraft Inside degan fayl bo'ladi. O'shani короче o'shanga bossangiz bo'ladi. Kiramiz. Keyin ana bir versiyani boshqa qilsangiz ham bo'ladi. Uyingizda xohlagan modni tashlab olishingiz mumkin. Popularini ko'taramiz. Xohlagan modni olishingiz mumkin. Sizga yoqqan. Populari yo'qsa bo'lma. To'rtta ana shu qotib bo'ldi. Ana shu modni olaman. Qarshi bo'lsa shu modni keyin pastga tushiraman. Keyin mod aytdi. Modni rasmlari ham qanday ishlaydi. Ana shunaqa mod. Mana. Videosi ham bo'ladi ba'zilarida, ba'zilarida esa yo'q. Keyin pastga tushaveradi. Bu ko'p versiyalarda chiqqan. Keyin pastga tushirib o'zinglarning versiyalaringizni ko'p versiyaga tushaveradi bo'ladi. O'zinglarning versiyalarini короче topasizlar. Keyin ana shuni bosasizlar. Keyin bu yerga borib kuchaytirasizlar. Ana bu yerga sizgacha bo'ladi. Oz bo'ldi. Ana короче sizgacha bo'ldi. Ana shuni bosasizlar. Mana bu modeli. Bu model. Şimdi ana mishkachani bosib, ana bu yerga keltirasizlar. O'zi ana bu delete tashlash. Delete tashlasangiz keyin X bosasizlar. Keyin T-Launcher bosasiz. Mishkachaning o'ng tugmasini bosasiz. Keyin ba'zilar ruscha bilishi Ctrl Открыть pastdagisi короче. Keyin Open File Location bosasizlar. Keyin buni ham kichik qilib olasizlar bunday qilib. Keyin mod papkasi bor bo'ladi ana. Mod deb yozilgan. Bo'ladi ana. Bo'ladi. Blog tashlab. Ana mod bo'ladi. Mod bo'ladi. Agar bu sizlarda yo'q bo'lsa, o'zingizlar yarata olasizlar. Qanday yaratishni o'rgataman. Hozir. Ana bu yer. Siz agar sizda bu mod papkasi bo'lsa, ana bu yer tepada ne folder bu. Bo'lyapti-ku bu. Ko'rsatolmayapman bo'ldi sizlarga. Ne folder. Короче, ne folder shunday bosasizlar. Keyin ne folderga o'zlarini ismini yozasizlar. Menga kerak emas bu. Mods deb yozasizlar короче. Keyin men buni deyapman. Menga bu mods ortiqcha rasmni qilib. Keyin shunday qilsa tamom. Keyin modni bosasizlar. Ichkariga kirdiki, o'zingizlar qo'ygan modlarni ichkariga kiritadi. Keyin shu modlarni anda qilib olasizlar. Ichkariga tashlaysizlar. Ana mod уже qo'yildi. Endi buni ichkariga T-Launcherga ko'ramiz. Agar menga ishlamasligi ham mumkin, ishlashi ham mumkin bo'ladi. Endi bu ishlamasligiga bog'liq bo'ladi bolalar. T-Launcher kirsak yo'q. Ana bolalar kirdi уже Minecraftga. Keyin Enter the game bosasizlar bolalar.
Vallahi iltimos YouTube kanalımıza olmasalar ön tıklaylik avvalgidek 500 ming tege çıkarıp şu YouTube kanalda bolla. Yangi videolar çıkadi bolla. Like ve abone olmayı da. Endi kirishini kutamiz bolla. Hozir kiribdi bolla. Tezroq kirishini kutib o'tiring. Hozir kiradi. Qo'llangacha like bilan bosib qo'yinglar iltimos. Keyin 5 ta like qilsanglar shu videoga. Endi короче Minecraft launcher'ga karta o'rnatishni o'rganamiz bolla. Ko'p kartalarni olib. Oy oy oy. Mod ishlamay qoldi ular. Not install. Hozir bular короче bu modga o'xshamayapti. Buni bilmayapti. Ana sketch qilish bermay, u qayerdan sketch qilishni shuncha X bosasizlar. X bosama modni shuncha olib tashlab mod bilmadi banka bular. Uzr so'rayman va uzr so'rayman. Iltimos kechirishinglarni so'rab qolaman bo'ldi. X bosamiz, endi qaytib kirarkanmiz bular. Uzr so'rayman, videoni faqat bunday qilib. Videoni boshidagidek shunday qilib ketamiz valla. Bu mod bunaqa ekan bular. Kim nimalar dedi? Billah. Yo. Ana shu modga kiraman. Как раз server qilayotgan paytim kerak bo'ladi bular. Ko'p versiyalarga tusharkan. Ko'p versiyaga tusharkan. Hozirgacha bildim, bu yerga olamiz. İstemezseniz bular. Bular iltimos like va o'rnini bosib qo'yinglar. O'xshaganmiz. Maylimi deb kutib o'tiramiz. Yana bir yana bular kirib oldik. Enter the game. Bular decoration tutamiz yana 5 soat. Ana modlar, ana shuncha modlar bo'ldi. Skachat bo'libdi. Men u safargidek unaqani so'ramasam, birinchi mod qo'yganimiz ekan bular. 8 minutdan beri bitta mod o'rgatishni o'rgatib qilyapti. Shunchalik ko'p bo'ladi. Ular mana shu boshidagi birinchi mod yoqmagandi. Bilasiz. Hozir kiradi. Hozir kirdi. Yana bir narsa so'raydi. Yana birinchi mod o'rgatganimizdek bo'ldi. Tezroq bo'l. Hozirda qolgan payt shu payt hozir qolgan payt sekinlashadi bular ham. Tezroq. Ya. Qo'rqul. Ana bular kirdi. Modga tushgan tushmaganini aniqlash uchun
Mods podcast bu. Bu sesle. Yani. En basta ilişki. Yani şu an vitesle yani. Falan vites çifti. Simply basanız sohbet. Online klaslara göre psikolojisi koyun. Şu yüz için kere bu an açıklanıyor. Ama sıklaştık gidelim. Biz bunu modu söyleyeyim. Bunu modu söyleyeyim. Ama az önce nasıl geçiyor? Soru mükemmel. Kötü kötü. Bunlar uzun kaçışlar yok ya. Bu nokta git buraya başla. Ana böyle. Ana. Shift bassak ne kadar kabul. والله مودي وكذا عند الله كوبا كان مصبر انت مصبر يستمع انت ما شغل شيء تكون يا طلب كتير ما قفل خير لا